Jafar, bu ko'rsatuvingda gapirsang ham bo'ladimi yo sen savollarni eshitib o'tirishim kerakmi? Yo, chida yulduzimda chidash kerak. Yo'qda gapirsangiz bo'ladi endi. Qanaqa chida, nima deganing? Chidash kerak, nima? Sen meni nima desamki, o't betga tergovga olib kirdingmi? Chidagin, gapingni ichingga yutib, dardingni aytolmay, mana shunaqa demoqchimisan? Oxiri nima bilan tugaydi bu narsa? Yo'q, gapirsangiz bo'ladi, faqat meni maqtasangiz, bundoq молодец desangiz bu agar so'kin nima men seni maqtayman, ha? Nima karomat ko'rsatib qo'ygansanki, men senga maqtayman. Menga nisbatan bir bayram bilan tabrikladingmi? Yo birani opa deb bunda patxot qilishni bildingmi? Tabriklang. Qayerdan? O'zim tabriklab bo'ldim kecha mashinada bayroq ko'tarib. Yo, so'kinsangiz kesib tashlaymiz bizlar. Qirqsan, qirqmagin. Qaysi biring qirqasan? Sanmi? Sen qirqasanmi? Ha? Sanmi? Yo'q. Men bu qirqadi, menmi kamera qirqadi. Sen qirqasanmi hozir? Qo'lingni qirqib tashlayman. Turaversin, nima har doim faqat yaxshi tarafini qo'yasanlar-da, o'zlaringcha nima menga qo'ling siltab olsan, bu yoqqa. Bu yoqqa. Voy. Komandang bilan menga provokatsiya qilmalar-ey. Kim oladi endi u? Kamerani yoqib o'tiribdi-yu, nima qolganini o'zing bilasan, qayerdan bilaman kim oladi. Meni asabimni tegma, Jafar masang bosh tegdi. Menga anu qiluq-qichuv nimalaringni qilmagin deb bor-ku. O'sha bola o'zi kelganda basharasi yoqmadi, ani qo'rqibsirab, mana qilib gapiryapti. Bolalar yetib qo'ya qoling. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Menga ham farqi yo'q. To'g'risi men chaqirdi, hurmatini qilib keldim. Voy. Nima endi kaskadan o'tmaydi deb o'ylayapsanmi hozir ishdami? Voy. Marat berdimi? Stroykada yuradigan shapkani. U ham biladi. Ha, Halimpa bilanmi degan. Bronzlet bermabdi-da, Stinga.